har narsani haq etish kerak. Har narsani haq etish kerak. Men haq etdim buni. Men bunga loyiqman. İchidan bo'lsam odam biladi buni. Biz bilamiz. Ketayotganimizda nima qilib qo'yganimizni tushunamiz. Hamma tushunadi. Tushunmaydigan hech kim qolmaydi. Men tamom bo'ldim. Men shu hamma sezib turadi, ichidan bilib turadi. Hozir hammamiz bilamiz kimligimiz. Qayerga borishimizni, nimaga erishishimizni, necha pulligimizni bilamiz hammamiz. O'zimizdan kim qilib ko'rsatmaylik. Nima deb o'ylasa odamlar biz haqimizda nima deb o'ylasa o'ylaversin, lekin biz o'zimiz hammamiz bilamiz kimligimiz. Rozimizmi? Masalan, men rozi emasman. Siz rozimisiz? O'zimizga buni aytishimiz kerak. Ko'p eslatishimiz kerak. Qalbimiz eng to'g'risini aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga ikkita odam keldi, yer talashdi. Ularga yer berilgandi, yerning bir qismi akaga, yerning bir qismi ukaga berilishi kerak edi. Ammo yerning bir qismi boshqasidan hosildorroq yer. Yaxshiroq. Shuni talashib keldi. İkisi keldi, bunisi u dedi, unisi bu dedi, bunisi u dedi, bunisi bu dedi. Aytdilar-ki, hukmdan keyin men birortalar oranglarda yaxshiroq gapirgan bo'lishinglar mumkin. O'zinglarni yaxshiroq himoya qilgan bo'lishinglar mumkin. Ikkinchilarga qaraganda o'zinglarni haq ko'rsatishni uddasidan chiqqan bo'lishlaring mumkin. Lekin shunga ko'ra menga ta'sir qilgan bo'lishinglar ham mumkin. Va men hukmni unga ko'ra bergan bo'lishim ham mumkin. Lekin to'g'risini vijdoninglardan so'ranglar. Baribir bir vijdoninglar aytganini qilinglar. Har narsa bir tushunchadan boshlanadi. Tushuncha nima degan bir savol beradigan bo'lsak, tushuncha muhtasham narsa. Meni tushuncham bor va meni tushuncham ma'lum bir vaqt sizni tushunchangizni qabul qilmaydi. Siz meni tushunchamni tushunchalarimni ichiga o'zingizni tushunchangizni kiritish uchun meni hududimga kirishingiz kerak. O'shaning uchun men ruxsat bergan odamlargina meni oldimda qola oladi va men ham menga ruxsat bergan odamlarni oldida qolaman. Bu yerda tushunchalar to'qnashuvi bor. Meni tushunchalarimni qabul qilgan odamlarni yonidagina men borib bo'la olaman. Men tushunchadan iboratman. Fikrlarimdan iboratman. Siz meni hurmat qilar ekansiz yoki men sizni hurmat qilar ekanman. Men bu qoshim uchun, ko'zim uchun, bo'y bastim uchun hurmat qilishingiz mumkin emas. Siz mendagi bir tushunchani hurmat qilasiz. Mendagi bir narsani hurmat qilasiz. O'tiring. Inson tushunchalariga ko'ra atrofni ko'radi. Atrofni go'zal ko'rgan inson go'zal tushunadi. Go'zal tushungan odam hayotdan lazzat ola oladi. Pozitiv bo'ladi bunda. Bir yaxshilik qidirayotgan harakatlarida, uni harakatga keltirayotgan narsa nima? Tushuncha. Undagi tushuncha. U tushuncha yaxshi bo'lsagina u yaxshi. Men tushunchalarim yaxshi, lekin bir yomon bo'lishi mumkinmi shunday? Mumkin emas. Demak, go'zal tushunamiz, go'zal ko'ramiz, go'zal ko'ra olsak, go'zal ko'ramiz, go'zal tushunamiz, go'zal yashaymiz. Lazzatlanib yashaymiz. Bu dunyoni biz deylik bir karvon saroy deb oladigan bo'lsak, bu karvon saroyning egasi Janob Alloh. Allah bu karvon saroyini yaratdi. Biz u yerga keldik. U yerda mehmonmiz
Va tasavvur qiling, u karvonsaroyda kameralar bor, kuzatuv kameralari. U kameralar bizni kuzatadi. Va bunaqa ham tushunishingiz mumkin. Mana hozir sport bilan shug'ullanadiganlar bosh kiyimining tepasiga GoPro kameralar qo'yib olyapti. Xuddi o'shanday ikkita kamera bor bizning ikkita yelkamizda. Deylik, ular bizni qilgan hamma harakatlarimizni yozadi va og'zimizdan chiqqan hammasini va hatto u shunaqa bir kameraki xayolimizdan o'tganlarni ham farqida, ya'ni anglab turadi. Va ertaga bir kun biz bu karvonsaroydan ketganimizdan keyin bu karvonsaroyda o'zimizni qanday tutganimiz haqida u kameralar Alloh azza va jallaga ma'lumot beradi. Qanday hamma joyda bor u kamera, doim yelkangizda, ikkita yelkangizda turibdi. Tushunarli bo'lish uchun farishtalar demayapman-da. Bizga tushunarli, doim shun. Chunki tasavvur va tushunchalardan paydo bo'ladi bizning xulqimiz. U farishtalar ham shunday, hammasini ko'radi va daftarga yozadi. Oxiratda Alloh azza va jallaga buni xabarini beradi. Yaxshi va yomon nimalarimizni aytib beradi, ya'ni bizni chaqadi. Chaqimchilik qiladi ular. Nega qiladi bu ishni? Vazifasi chunki. Ularning vazifasi biz haqimizdagi to'liq hujjat. Alloh azza va jalla shunda ham biladi bizning kimligimizni, lekin ular hujjat olib boradi. Inkor qila olmaymiz. Chunki ular doim biz bilan. Bu dunyo bir dalaga o'xshasa. Bu dalada har kim nimadir eksa, nimadir o'radi. Masalan, hech narsa ekmagan, hech narsa o'rmaydi ham. Lekin biz aytsakki, men bir narsa ekib, uni o'rib baloga qoladigan bo'lsam, undan ko'ra hech narsa ekmayman, ekmagan o'rmaydi. Deyish mumkinmi? Nega unday mumkin emas? Chunki bu dalada, bu dunyoda yozda ishlamasangiz, qishda nima bo'ladi? Och qolasiz. Bu dunyoda hozir yozimizda ishlab bir narsani o'stirib olmasak, ertaga o'radigan narsamiz bo'lmaydi bu yerdan. Va och qolamiz. Hech narsa yo'q o'radigan. Qaralmagan dalada nima o'sadi? Tikon o'sadi, ajriq o'sadi, tosh bosadi. Manfaatsiz bir yerga aylanadi, parvarishlanmasa. Parvarishlab ko'knor ham ekish mumkin-da. Parvarishlab bug'doy ham ekish mumkin. Tushunchalarimiz bizni darajamizni belgilaydi. Masalan deylik, Hazrat Ibrohim alayhissalom olovga otilganda, otashga tashlanganda, u olovni o'chirish imkonsizdi, lekin chumoli nima qildi? Suv olib bordi. Va odamlar chumoliga dedi, u yerda bu mantiqsiz-ku, boshqa. Sen bu olovni o'chira olmaysan-ku deganda chumoli nima dedi? Allohning mendan istagan narsasi shu bo'ladi. Bundan boshqa narsa bo'lishi mumkin emas hozir. Masalan, Alloh mendan hozir tomoshabin bo'lishimni istashi mumkin emas. Payg'ambari yonayotgan paytda tomoshabin bo'lish mumkin emas. Men ma'nosini aytyapman-da. Uni harakatga keltirgan tushunchani ochishga harakat qilyapman-da. Masalan, Alloh bir payg'ambari yonayotgan paytda Allohning dushmanigina indamay turadi-da. O'shaning uchun chumoli Alloh mendan bundan boshqa narsani istashi mumkin emas. Men uni o'chira olaman, o'chira olmayman, bu boshqa masala. Bu taqdir masalasi.
U meni tanlovim emas, uni o'chira olishga qurbim yetishi meni ishim emas. Masalan, qo'rqoqlik ayb emas, qo'rqoqlik gunoh ham emas. Odam qo'rqoq bo'lishi mumkin bu hayotda. Hech bir qo'rqoq odam qo'rqoqligi uchun jazoga tortilmaydi. Lekin chumolini qilayotgan ishi u bir jasor. Foydasi yo'qligini bilgani holda haq tarafda tura olish bu bir jasor. Inson qo'rqoqlik uchun jazolanmasligi mumkin. U uni tanlovi yo uni xulqi, bilmadim, lekin chumoli bu tomonni tanlagani uchun mukofotlanadi baribir. U ham qo'rqyapti. U ham o'chira olmasligini biladi. Lekin tarafi ma'lum. Alloh mendan buni istayapti, bundan meni lekin qo'limdan kelgan o'chirishimni istaydi. Meni qo'limdan kelganicha o'chiraman uni, ya'ni shu gapdi. Qo'limdan kelganicha, imkonim darajasicha, menga nasib bo'lganicha qilyapman u ishlarni. U darajada. Biz ham shunday bo'lamiz va bizni bunday harakatlarga olib keladigan narsa u bizning tushunchalarimiz. Qabullangan narsalarimiz. Tushuncha degani siz qabul qilgan narsalar. Sizni elagingizdan o'tgan narsalar. Sizniki bo'lgan narsalar. Sizniki bo'layotgan narsalar. O'rganayotgan narsalaringiz. Bular sizning tushunchalaringiz. Sizda turklar aytmoqchi tamomiyla butunlashgan narsalar. Tam deb qo'yadi-ku. Biz aytamiz tamomiyla. Tamomlangan. Bitgan. Nuqtasini qo'ygansiz. Oqni oqligini, qorani qoraligini aniqlagan narsalari sizdagi tushunchalar. Ha, u to'g'rimi, noto'g'ri, u haqida gap ketmayapti. Siz tushunchalaringizdan iboratsiz demoqchimiz. Unga diqqat qiling demoqchimiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday yashasangiz shunday o'lasiz va qanday o'lsangiz shunday tirilasiz. Kasalxonada ikkita bemor bor. Biri doimiy Allohga munojat qilib yashagan, ibodatlar qilib yashagan, ikkinchisi ibodatlardan uzoq bo'lgan, duradgor biri, tasavvur qilish uchun aytyapman. Unisiga og'riq kelganda nima deydi? Birisi kalima keltiradi, istig'for aytadi, tavba qiladi, shukr qiladi, boshqa qiladi, bir shaklda nima qiladi? O'zini doimiy o'rgangani narsalar bilan band qiladi. Tili unga o'rgangan. Ikkinchisi yog'och ber, joni og'rib tursa, yog'ochni qoq, shifirni ber, teshaqani, bolg'aqani duradgor-da, tili unga o'rgan. Ya'ni nimaga o'rgatganmiz biz o'zimizni? Nima bilan bandmiz? Shuni tushunamiz boyagi hadisdan. Qanday yashasangiz shunday o'lasiz, boshqacha o'lishi mumkin emas. Tamommi? Qanday yashasa shunday o'ladi, qanday o'lsa shunday tiriladi. Bugungi holingizda Allohning oldiga borishni tasavvur qil degani bu. Shu holatingda Allohning qarshisida turishing tasavvur qil, shu ahvolingda degan. Shuni tushunamiz. Ya'ni shunday bo'lsang, shunday o'lsang, shunday turasan. Shu yerga keldi degani, boshqa narsa yo'q. Rozimisiz? Qo'rqmaysizmi? Qo'rqmaymizmi to'g'riroq bo'lsa? Endi hayotni yaxshi narsalar bilan boshlash kerak. Va harakat qilish kerak u yaxshi narsalar bilan davom ettirishga. Shunda u yaxshiliklar bilan bitadi. Har narsani haq etish kerak. Har narsani haq etish kerak. Men haq etdim. Men bunga loyiqman. Ichidan bo'lsam odam biladi buni. Biz bilamiz.
ketayotganimizda nima qilib qo'yganimizni tushunamiz. Hamma tushunadi. Tushunmaydigan hech kim qolmaydi. Men tamom bo'ldim, men shu hamma sezib turadi, ichidan bilib turadi. Hozir hammamiz bilamiz kimligimiz. Qayerga borishimizni, nimaga erishishimizni, necha pulligimizni bilamiz hammamiz. O'zimizdan kim qilib ko'rsatmaylik. Nima deb o'ylasa, odamlar biz haqimizda nima deb o'ylasa o'ylaversin, lekin biz o'zimiz hammamiz bilamiz kimligimiz. Rozimizmi? Masalan, men rozi emasman. Siz rozimisiz? O'zimizga buni aytishimiz kerak. Ko'p eslatishimiz kerak. Qalbimiz eng to'g'risini aytadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga ikkita odam keldi, yer talashdi. Ularga yer berilgandi, yerning bir qismi akaga, yerning bir qismi ukaga berilishi kerak edi. Ammo yerning bir qismi boshqasidan hosildorroq yer. Yaxshiroq. Shuni talashib keldi. Ikkisi keldi, bunisi u dedi, unisi bu dedi, bunisi u dedi, bunisi bu dedi. Aytdilarki, hukmdan keyin men birortalar oranglarda yaxshiroq gapirgan bo'lishinglar mumkin. O'zinglarni yaxshiroq himoya qilgan bo'lishinglar mumkin. Ikkinchilarga qaraganda o'zinglarni haq ko'rsatishni uddasidan chiqqan bo'lishlaring mumkin. Lekin shunga ko'ra menga ta'sir qilgan bo'lishinglar ham mumkin. Va men hukmni unga ko'ra bergan bo'lishim ham mumkin. Lekin to'g'risini vijdoninglardan so'ranglar. Baribir bir vijdoninglar aytganini qilinglar. Bu nima degan? Bizda muhtasham tarozi bor degan. Biz o'zimizni kimligimizni yaxshi bilamiz degan. Biz o'zimizni aldolmaymiz. Aldagandek ko'rsatishimiz mumkin, eslamasdan yashashimiz mumkin. Yana bir nimalar qilishimiz ham mumkin, lekin bu boshqa masala. Ko'zingizni yumingda yoqib to'g'risini aytib, kimsan sen desangiz sizga aytadi boyagi Sergey Yeseninning Qora odam degan she'ri bor, topib o'qinglar. Черный человек. Oxiri o'sha qora odamga qo'lidagi montirovkani otganda qarshisidagi oynasini tushadi, u qora odam o'zi bo'ladi. Bizda bor, hammamizda bor. Faqat u bilan yuzlashdan qo'rqib, yuzlashni keyinga tashab kelamiz. Agar biz u bilan yuzlashni keyinga tashab kelsak, u eng kuchli bo'lgan paytda biz eng kuchsiz bo'lamiz. Hayotimizda eng kuchsiz paytimizda u eng kuchli bo'lgan paytida uchrashamiz. Biz hozir kuchlimiz, u kuchsiz. Hozir uni ushlash mumkin. Hozir u bilan kelish mumkin. Bir narsalar qilish mumkindir. Lekin u keyin rozi bo'lmaydi. Chunki u g'olib bo'ladi. G'olib bo'lgan. Siz mag'lubga nega quloq solsinki? Do'stlar, tushunchalar haqida gaplashib qayerlarga ketib qoldik. Va bu ham o'sha mavzuning ichida aylandik deb o'ylayman. Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi